Assalomu alaykum kurash. Bu nima ishlar bu qadar jiq odamning nimaga keragi? Bu Fransiyadagi odam, dunyoning u bir uchidagi odam, yana bir yuzdagi odamning bu ishlarga nima aloqasi? Hukumatda bo'lmagan odamlarning nima aloqasi bu ishga? Hukumatning ichidagi ishga oldi bilan hukumatga kirish kerak odam, hukumatdan hukm 10 kilometr kaçıp turgan adamını bununla tizimli olsak bulmaydı. Xuddi hükümet yüzünü sülkeyevatkan bulap kaldı. Xuddi adam to'g'anmayotgandek. Kichkina inovat o'lash kerak bunun. Kichkina a'tibor qilishimiz lozim endi. Adam topolmaydigan zamondan o'tib ketdik. Adam olib ketib, endi tanlaydigan zamonga keldik. Shunga bu kommunistchi ismini esib qo'yish orqali şərəfdən bəhrəmən qılıdığan ma usulun kiriki yox. Kiçkina realrak qulab, real əməliyyətki uyğun iş qıyğan bolsaq, hissiyat bilan emas. Şuna bu Amerikada boğazılı buluda əsaslı qismi. O ismini esib qoyğanğa bizimə faydası yox onun. O adamın faydası yox, bizgün faydası yox. Mojunda kommunistçi adam xoş qılıdığan işini qıfyurmayını. Ya bu nezire mesele, zelle taqtıdığan 5 ışkı koydun keyniga 20 tiyindan pul sağan kanırt emas bu. Şunlaşqa bunu ciddi qısqartıp, gepnimi az qilib, bir nimani qilib baksan, şunu göreyli. Bo'lmasa o aqmaydı bu geplar. Bunun öyle işten atmaydı bundan yalgan gepler. Bunun için nurgun edemem. Aka siz nemi deyapsiz? Men hiç tushunmadim sizning gapingizni. Bu bir hukumat. Bu sizning bir partiyasınız ya bir teşkilat emas bu. Siz nemi deyapsiz? Men tushunmadim. Biz hammamiz joylarda yerlik saylam komitetlarini qurib har bir davlatdan 10 kishi millat vakili chiqaramiz demadikmi? Bularning mutlaq ko'p qismi bizning hukumatning odamlari. Bir qismi xuddi Qurban Aliga o'xshash shu yerda yerlik saylam komiteti qurib saylam vekillerini yani kurultay vekillerini çıkardığı adamlar. Bu ne degan gap hamda sizning gapingizni men tushunmadim. Bu saylam bu tayyorlik qilish komiteti, bu saylam komiteti emas. Adamlarni vaqtida bizga ma'lum qilmadi. Uningdan keyin Yevropadagi saylam qilib, Yevropadagi odamlarni to'plab olib, bizga qarshi harakat uyushtirdi deb mening aqimdan ko'p so'z taqib ketyotdi. G'ulam Osman tarafdagilar. Aynı vaqtda biz yerlik saylam ilib borgan chaqda odamlarning tizimligini men yo'llagan chaqda bu G'ulam Osmonning nima deganligini, mening nima deganligimni ko'pchilik bir anglab qo'ysin deb yo'llab qo'ydim. Demak, Ashablat Qarajim bu bir diniy odam turib, Allohning esil kalimalari og'zida dilida imom Babir odam turib başqalar yana mushundaq qat'iy reallik uygun kelmaydigan shaklda qara chaplab siyosiy tuhmat qilib odamlarni xalqaro sesitish, yuz obro'yini to'kash, uningdan keyin qilayotgan ishlarga buzg'unchilik qilish ishlarini qilyapsa, yana mushunga odamlar to'g'ri bir inkas qaytolmay jamiyatda menga nisbatan bir xil salbiy tushuncha inkas paydo qilibdi. Shuni bir eskartib qo'y deb bu ayni vaqtdagi yana yerlik saylam ilib berayotgan chig'imizdagi 5-oylarga deyman, 4-oylarga aytavr bu ses qaytini yo'llab qo'ydim. Xabar deb qolasizlar. Xayr, xo'sh, rahmat.